Bugun 19-mart holatiga ko'ra Eron Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi AQShning F-35 qiruvchi samolyotini urib tushirganini e'lon qildi. Bunday holat tarixda ilk bor kuzatilmoqda. AQSh tomoni ham ma'lumotni qisman tasdiqlagan, ammo voqeani boshqacharoq tasvirlagan. AQSh markaziy qo'mondonligi vakili kapitan Tim Hawkinsning aytishicha, 5-avlod F-35 samolyoti Eron ustida jangovar harakatlarni bajarayotgan paytda favqulodda qo'nishga majbur bo'lgan. Hawkinsning so'zlariga ko'ra, samolyot xavfsiz qo'ngan hamda hodisa hozirda o'rganish, tergov ostida ekanligi aytilgan. Bu hodisa Eronning fevral oyi oxirida boshlangan urushda AQSh samolyotini urib tushirgan birinchi holati bo'ladi. AQSh ham, Isroil ham mojaroda F-35 samolyotlaridan foydalanmoqda. Ushbu qiruvchi samolyotning narxi $100 million oshishi aytiladi. AQSh hozirgacha urushda bir nechta samolyotlarni yo'qotdi, ammo hech birini dushman o'qidan urib tushirilganligini ma'lum qilmagan. Oldinroq AQShning 3 ta F-15 qiruvchi samolyotlari Kuvayt havo mudofaasi tomonidan xatolik bilan urib tushirilgani, 6 ta ekipaj a'zosi xavfsiz tarzda katapulta qilgani haqida xabar berilgandi. O'tgan hafta esa Iroq g'arbida KS-135 stratotanker yonilg'i quyish samolyoti halokatga uchragani va ekipajning 6 a'zosi halok bo'lgani e'lon qilingandi. Ammo halokatning aniq sababi hozircha ochiqlanmagan.